Şunda başlangan mundaq bir fəaliyyətmi, bir yığılışmı Xitay yol qoymadı şunun. Ben Baxtiyar, şu vaqtda siz saqçı idiniz, şu vaqtda bir saqçı, şundaq qoy. Şu vaqtda nədə idiniz? Şu namoyish bo'lgan 5-ci, 6-cı günləri və 7-ci günləri. Bizning hammamizni turmush javogan milliy saqchilarning hammamiz. Ya'ni turmada olganda turmidagi jinoyatchiga qaraydigan qo'ymi yo sizlarni taqib asrab qo'yganmi? Ya'ni nazoratga. Bizni bu yerda bu namoyishchilar Uyg'ur bo'lganlikdan Uyg'ur saqchininkini bir saqchilar emas, sotninki taftishimizni so'roq qilishga kelgan shu vaqtda javoganti. Turmaning ichida. Sizlar shu vaqtda sizlar ko'chada emas, hammanglar shu turmada yag'anda so'roq qildigan kirib sizlarni so'lab qo'ydi, hisob sizlarmi so'roqliq. Hesapta sizlarmi so'loqliqda bunda hesapta? Asir chiqolmaysizlar. Demakchi o'g'lim, o'sha bolalarning shu kun chunki biz jiq badal to'ldikda, Uyg'ur nurg'un ota-onalar farzandlardan ayrilib ketdi, nurg'un yosh bolalar ketdi. Ya'ni jamiyatda bo'lgan inkas bu xato qildi, bu to'g'ri emas dedimi yoki bu bolalar qilish tegishli bu shunday bir voqea bo'lish kerak edi. Chunki Xitoy mushinchilar bizni azoblab ketganda bundaq bir norozilikning bo'g'ini bu to'g'ri, ham bizga qurbonlar berildi, bizning bu bolalarimiz bir botirlik qildi deydimi? Albatta, xalqimizning menda bu ketdim 80-90% xalq bizningki shu bolalarimiz tarafda bo'ldi. Chunki nurg'un oilalarningki, ya'ni bu voqea chetilmagan oilalar yo'q bo'ldi ya'ni. Xitoy hukumatiningki bu qilganatkining eshib ketgani bir oiladan bir odam 5-fevral namoyishga qatnashgan bo'lsa, u oilaninki aksi, inisi butun urug' tuqqanini surishtirib, ularni olib borib so'lidi, so'roq qildi, oilasini nazarband qildi, uylarni kecha-kechalab askarlar berib oqtirdi, ya'ni mushundaq qattiq muomalaga bir oilada kim bo'lib qolsa, birodar, butun oila a'zolari bundan qattiq muomalasiga uchirdi. Ya'ni butun xalq bunday aytganda zarar ko'rdi asosan. Uning uchun xalqimiz, ya'ni asosan xalq bizningki shu namoyish qilgan bolalarimizning tarafda bo'ldi. Bularning chunki hammasining yurak parisi, hammasininki o'g'illari herkes mi xalq o'zininki bir millati qon to'kayotgan millat tarafda bo'lmay, qarshi uni ezayotgan bir hukumat tarafda bo'lmaydi. Ya'ni shu 5-fevralda umuman xalqninki ko'zi ochildi deyman, men uyqusi ochildi deb o'ylayman. Baxtiyor, yana bir savolim, G'ulji inqilobi meni anglashim faqat shu 5-fevral kuni bilan oxirlashmagan. Bu bir kunlik inqilobning ro'yi bilan bu inqilob G'ulji atrofida bir yildan ortiqroq davomlashgan. Ya'ni nurg'un to'qnashlar, qurolliq etishlar bo'lgan, nurg'un qahramonlarimiz paydo bo'lgan. Ya'ni Xitoyni xil darajada sarashib solgan. Siz bu vaqtda bir anlaganlaringiz bormi? Abduvali deb shu G'uljininki Yanudani turishlik bir bola, bu Abduvalilar buning hikoyani sal kengroq so'zlasak bo'ladi. Abduvalilar yangi yerda etishda yaralandi, yaralanib G'ulji shahriga kirganda butun yerda Abduvalini tutish uchun butun doktorxona, butun yerlarga Xitoy qamal qildi. Shu vaqtlarda biz kechqurun shu harakatlarda bo'lgan, ammo uni ya'ni bizning Uyg'ur millatimizning uyg'onligini deb tushunaman. Har bir ayin doktorxonasiningki doktori Ablat uni davolagan, keyin Ablat pashib qoldi. Pashib bu har bir ayin tarafdan qo'lga ilinib sotilindi. Bu Abduvali keyingi hisobda, ya'ni Baykulda bu Xitoy hukumat tarafidan etib o'ldirildi. Etishdi. Masalan, Tursun Muhammad hikoyasini desek, Tursun Muhammad bular ya'ni bir yig'in ichayotgan degan bir axborot bilan Tursun Muhammad ularninki turayotgan yeriga shu viloyat saqchininki Fanbovda to'plangan bostirish atrofida bu yerga qo'rshab bordi ekan. Borgandan keyin bu yerda Tursun Muhammad boshqalarni qochirib etib o'zi yolg'iz etishdi. Bu bir qahramonlik hikoyasi Tursun Muhammadning. Bundan hammamiz bir ilhom olishimiz kerak. Tursun Muhammad o'zi yolg'iz 12 soat qo'lidagi bir tal avtomat bilan bu Xitoy askarlari bilan etishdi. Ya'ni atgan sahar 4 da boshlangan bularninki etishishi 3 soat bir mezgillar bo'lganda Xitoy atgan bombalardan Tursun Muhammadning hatto bir qo'li uzilib ketgan. Uzilib ketganda qo'lini bog'lab turib, bir qo'lidan shundan keyin 4kicha etishdi. Og'ir 4 bo'lganda Xitoy hukumati buni Xitoy askarlari shu nim bilan zambirak bilan o'ldirdi buni. Ammo Tursun Muhammad Xitoydan 4 Xitoyni o'ldirdi. 35dan ortiq 38 deb chiqqan. Keyin 38 da Xitoy askari eg'ir yaralandi. Ammo bular o'lgan yaralangan Xitoy askarlarining hammasining badanida o'qitmaydigan kiyim bor. Shundoq turib, ya'ni 4 Xitoyni o'ldirilib 30 yaralandi. Buna o'xshash masalan Hammadninki hikoyasi va
Hammat Nayt qahramonligi bilan boshqalarni qo'g'dab bu etishib yerda o'ldi. Bunga o'xshash harakatlar, ya'ni 5-fevral voqeasidan keyin Turkiston G'ulsharda 99-yil hatto 2000-yilgacha G'ulshar tinchimaydi. Ular bir Ramazonning 17 kuni shu kashliga bir yig'ilib o'tiribdi ekan, endi bizning bilishimizcha. Yig'ilib o'tirib, shu kuni o'zaro so'zlashib, paranglashib, shundaq men bu vatqa voqealar haqida men qilgandan keyin shu bir adam chiqib qo'ygan Xitoyga. Ular maslahatlashib bir ish qilmoqchi edi. Qilgandan keyin mashina Xitoyning askarlari ularni qo'rishib olgan kelib. Qo'rishib olib shu dastlabda ular keyin shu qurolliq bir ishkisi kirib qolgan vaqtda ular bir usul bilan pan bilan shu 3 bola Xitoyning qurollarini qurol tatib olgan. Qurolni demak Xitoy askarlaridan olgan. Xitoy askarlaridan qurolni elib, ulardan tatib olib, undan keyin ular besib kirimiz degan vaqtda bular o'q chiqargan. O'q chiqargandan keyin shular etishib ketgan bular. Shu etishib ketib, xeyli uzun vaqt etish davomlashgan, chunki bu bir o'ylada bo'lgan kepak yuzda emas, xudiy yuzda bo'lgan. Shu yerda etishib ketgandan keyin aslida bu bir mundaq bir qo'raning ichidagi bir tuvandagi bir kichik uyda, o yuqoridagi uyda shu bo'lgan voqeadagi shohid shu uyning bir bolasini shahid etib ketibdi. Endi shuning ota-onasi hammasi boyga oldi. Endi uzun vaqt etishib ketgandan keyin endi Xitoylar o'ylabdiki, bular hamsi qirilib o'ldi deb shu Xitoyning shu vaqtda yaqindan shu mazgil vaqtda bir yaqin patarda shu nimadan chiqqan, ishkildan chiqqan maxsus bir general vaka Uyg'urlarni bostirish uchun qilgan bir qo'mondan chiqqan. O qo'mondonni Nayt faxr bilan biz bularni tip yıldızdan qimir pamisini o'ldirib atdi deb o'z qo'li bilan tirq qog'imizni qo'limiz tutib kirmagan deb Nayt men bilan kiribdi. Xitoy bir yo'g'on egiz Xitoymish. Shu chaqda amaliyot etgan vaqtda u yerdagi bolalarning hech qaysi shu birisi o'q tegib o'lib ketibdi. Hamid shu chaqda techaman shu yerdan qochib chiqib ketib, Olmato'ga chiqib ketibdi shu chaqda. Keyin uni Qozoqdan qaytarib o'ldiribdi. Ama şu etişte Hamid onun yan bir bala ulan tecaman kaçırıp etip u yerda nim qilib hammat o'zi yalnız qolibdi ki. Qolgandan general kiribdi ashta. Bu qolgan qatlarni yig'ishtirib men tirq qolgan qo'lim bilan tutib ketmay deb. Kirgan vaqtda shu qandaq bir nim qilgan ekat bilan bu shu o'zining qo'rol bilan mingisiga etib o'ldirib tashladi. Demak o'zining qorali o'zlashtirib o'tdi. O'zining qorali bilan o'zining shu generalnikini o'ldirib atgandan keyin o boshqalar hammasi sarasimga vahimga tushib ketib, shuning bilan nurg'un shu butun o'qni xuddi bir osmondan tushgan yomg'irdak yog'dirib etibdi uni. Ashta qilib yansın her yerde